bir millatning beshiga kulfat kelganda, millatni qutqarish uchun boturlik bilan maydonga saklab tushib, millatni qutqarishga otlanadigan o'g'lonlari yo'q. Millat tarix betidan o'chib ketadi. Uyg'ur xalqining o'g'il qizlari tarixdan buyon tajovuzchilarga, zulmga qarshi millatni qutqizish yo'lida o'z fidokorligini ko'rsatib keldi. Ular o'zlarining milliy va imoniy burchini ado qilib, o'z xalqining erkinligi uchun siq qiyla aziz jonlardan kechib, millatni hurlikka erishtirish yo'lida biz uchun shonliq ulgular tarixda o'chmas izlarni qoldirib ketdi. Batur qahramon Zeydin Yusuf va Barin inqilobi ana shu shonliq tarixning jumlasidandir. Zeydin Yusuf Barin inqilobining bosh qo'mondoni bo'lib, 1964 yili Aqto nahiyasining Barin yezisida dunyoga kelgan, ilgari 2 qitim Qashqar madrasasida o'qigan, Urumchi, Aqsu, Qog'iliq, Xotan qatorliq joylarda bo'lgan. 1989 yilidan keyin Barin yezisida Sharqiy Turkiston Islom partiyasi qurishga kelishgan va a'zo qabul qilgan. 1990 yili 4 oyning 5 kuni tong saharda Xitoy tajovuzchilariga qarshi rasmiy jang e'lon qilgan. 4 oyning 6 kuni tush vaqti bilan bosh qo'mondon Zeydin Yusuf jang maydonida shahid bo'lgan. Muntizim urush shu oyning 8 kuni kechqurungacha davomlashib, oxiri Xitoy tajovuzchilarining to'liq qurollangan harbiy qismlari tarafidan bostirilgan. Gerçi Barin inqilobi mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, u Uyg'ur xalqining yaqinqi zamon tarixidagi davri bo'lg'ich bir inqilob, Sharqiy Turkiston xalqining Xitoy hukumatiga bosh egmaydigan qul bo'lishni xohlamaydigan, irodasini dunyoga jakarlagan kun, o'rlik mustaqillik uchun to'xtovsiz kurash qilish uchun Xitoy hukumatiga berilgan jarangliq signal, shundaqla erkinlik uchun dunyoga jakarlangan kuchli bir xitob. Barin inqilobi Uyg'ur xalqining tez kutmas, qat'iy irodasi qahramon bir millat ekanligini Uyg'ur xalqining mustaqillikqa bo'lgan tavrinmas orzusi ro'yini namoyon qildi. Biz Barin inqilobini suyunish va faxrlanish ichida asraymiz. Hamda bu inqilobda o'zlarining qimmatli hayoti va borliqini xalqning ozodligi uchun berishilgan shahidlarimizni qayg'u aslat, hurmat, ehtirom bilan aslaymiz. Zeydin Yusufdek qahramonlarimizdan faxrlanamiz. Sharqi Turkiston xalqining Xitoy tajovuzchiligiga qarshi kurash irodasini namoyon qilgan. Bu ahamiyatli kunni mangu unutmaymiz.